Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'ur va qozoqlarga majburiy qisirlashtirish, bola tushirgizish va planliq tug'ut nomida tug'ut cheklash ilib berayotganligini o'ttirg'a qo'ydi. Hamda Xitoy Kompartiyasining bu vahshiy qilmishlarga xotima berishga chaqirdi. Pompeo yozma bayonot e'lon qilib, dunyo bugun Xitoy Kommunist Partiyasining atalmish Xinjiangdagi bostirish harakatining bir qismi sifatida Uyg'urlar va boshqa oz sonliqlarga qarshi majburiy tug'mas qilib etish, majburiy bola tushirgizish va majburiy planliq tug'ut siyosati yurgizayotganligidek odamni bearam qiladigan xabarlarga erishdi dedi. Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zenz e'lon qilgan doklatining odamni cho'chitadiganligi, lekin buning Xitoy Kommunist Partiyasining yillardan buyon davomlashayotgan inson hayoti va izzatini dafsanda qiladigan harakatlari bilan mos keladiganligini ta'kidlagan Pompeo, Xitoy Kompartiyasining bu vahshiy qilmishlarini darhol to'xtatishga, boshqa davlatlarning bu inson qalbidan chiqqan dafsandichiliklarni to'xtatishda Amerika bilan birlikda harakat qilishga chaqiramiz dedi. Adrian Zensning 32 betlik dokladida Xitoyning Uyg'ur va qozoqlarga turli tug'ut kontrol qilish vositalari qo'llanganligi va buningga bo'ysunmaganlarni yig'ib olish lagerlariga qamash bilan tahdid solganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Germaniyaning Duisburg shahriga joylashgan Sharq Turkiston madaniyat va uchur markazida xonim qizlar uchun tarbiyalash faoliyati uyushtirildi. 30 iyun seshanba kuni Sharq Turkiston madaniyat va uchur markazida xonim qizlar uchun mediani loyiqida ishlatish bo'yicha tarbiyalash faoliyati o'tkazildi. Alohida ma'rif o'qituvchisi Abrukaya xonim bu tarbiyalash programmasini Duisburg shahrida kishilarga xolisona xizmat sifatida sunib kelmoqda. Xitoy hukumati Hong Kong davlat bexatarlik qonunini tasdiqladi. Hong Kongda yo'lga qo'yilgan bu qonun Hong Kongda Xitoyga qarshi faoliyatlarni elib berishni cheklaydi. Xalqaro matbuotlardagi xalqlarga qaraganda Xitoyning eng yuqori qonun chiqarish organi mamlakatlik xalq qurultayida o'tkazilgan belat tashlashda davlat bexatarlik qonunini birdek ma'qullangan. Umuman qilib aytganda davlat bexatarlik qonuni Beijing doiralari terrorlik yoki bo'lgunchilik deb tasvirlagan harakatlarga qarshi Xitoy xalq qurultayiga qonuniy ramka o'rnatish va har xil mexanizmlarni yo'lga qo'yish huquqi beradi. Beijing hukumatining Hong Kong davlat bexatarlik qonuni Yaponiya tashqi ishlar ministri Motegi Toshimitsu tarafidan afsuslanarli, Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen tarafidan odamni umidsizlantirdi deb tasvirlandi. Trump hukumati mushu haftaning beshida Xitoyning davlat bexatarlik qonuniga qarshi turish uchun Amerikaning savdo qonunidagi Hong Kongning alohida o'rnini amaldan qoldirish, Hong Kongga mudofaa eksportini to'xtatish va rayonning yuqori texnikalik mahsulotlarga erishishni cheklash qatorliq tadbirlarni e'lon qilgan edi. Hong Kongdagi demokratiya harakatining xalqarada tanilgan shaxslardan Zhou Xiaowang Xitoyning bu harakatiga dunyoga tanilgan Hong Kongning o'lishi deb baho berdi. Amerikalik bir kengash palata a'zosi Washington bilan Anqara orasidagi S-400 havo mudofaa sistemasi krizisini hal qilish uchun Turkiyaning qo'lidagi havo mudofaa sistemalarini sotib olish taklifi sundi. Cumhuriyetçi kengash palata a'zosi John Tony bu haqda rasmiy holda 2021-yillik davlat mudofaa huquqi qonuniga bir o'zgartish kirgizish taklifi sundi. U Amerikaga Turkiya Rossiyadan sotib olgan S-400 mudofaa sistemasini sotib olish taklifi bergan bo'lib, ikki davlat orasidagi krizisni hal qilishni maqsad qilgan. Buning bilan Amerika Turkiyaga F-35 urush aeroplanlarini sotib bera oladi. Turkiya taxminan 2,5 milliard Amerika dollariga Rossiyadan S-400 havo mudofaa sistemasi sotib olgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashidan Eronga qaratgan xalqaro qurol embargosini uzartishni talab qildi. Xitoy va Rossiya bu chaqiriqni qo'llamadi. Pompeo agar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qurolliq embargosini yengillamasa, Eron O'rta Sharqdagi vakolatchi urush va uning shirkatlari Hamas, Hezbollah va Housilar uchun yangi ilg'or texnika va qurol sotib oladi. Bu O'rta Sharqning iqtisodiy muqimligiga tahdid soladi deb ogohlantirdi. U Eronni dunyodagi eng yirginishli terrorlik tuzumi deb tasvirladi.
Rossiya bilan Xitoy Amerikaning Eronga qaratgan xalqaro qurol embargosini uzartish talabini qo'llamaydiganligini e'lon qildi.